Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Hozirgi kunda Angliya mavsumiy qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha ro'yxatdan o'tish boshlangan. Bemalol hujjat topshirib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 2030-yilgacha O'zbekiston hamda Britaniya hukumati o'rtasida Angliya mavsumiy ishlarida 1 yilda 2 marotaba bemalol hujjat topshirib, qonuniy shartnoma asosida ishlab kelish imkoniyati mavjud. Xo'p, ana endi bu ishlarga kimlar bora oladi? 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayol va erkaklar jismonan sog'lom bo'lishlari kerak va hech qanday jinoiy sudlanmagan bo'lishlari kerak va til borasida rus tili yoki ingliz tilida bemalol muloqot qila olishlari kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi mana shu ro'yxatdan o'tish ishlarida 3 ta tartib va yo'nalish bor. Mana shuni sizga tushuntirib beraman. Xarajatlarni, ketish vaqtlarini va u yerdagi oylik maoshlarni. Xo'p, birinchisi O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan, ikkinchisi xususiy bandlik agentliklari tomonidan, uchinchisi o'zingiz mustaqil ravishda ketishingiz mumkin hujjat topshirib, mana shularni sizga to'liq tushuntirib beraman. Xo'p, birinchisi O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan ketish xarajatlari $1800 dan $2000 gacha bo'ladi. Xo'p, bunda siz o'zingizni yashab turgan viloyat markazingizga borasiz va migratsiya agentligining filiali bor. Masalan, Qashqadaryo, Qarshi, Samarqand viloyat Samarqand shahri, Andijon viloyat Andijon shahri. Mana shu migratsiya filialiga borib, Angliya mavsumiy yo'nalishi bo'yicha hujjat topshirishingizni aytasiz va ro'yxatdan o'tishingizni aytasiz. Ular sizga qanday hujjatlar kerak bo'lishini aytib berishadi va mana shu hujjatlarni ularga topshirganingizdan so'ng sizni ish beruvchi bilan bo'ladigan suhbatga belgilab qo'yishadi va suhbatlar boshlanganda hammaga e'lon berishadi va mana shu e'lonlar orasida, ro'yxatlar orasida siz ish beruvchi bilan suhbatga kirib chiqasiz. Suhbatdan o'tganingizdan so'ng esa sizga ishga taklifnoma beradi. Suhbat ingliz tili yoki rus tilida bo'ladi. Siz bu tilni o'zingiz tanlashingiz kerak bo'ladi. Rus tilida muloqot bo'lsa, ingliz tilini bilsangiz, xohlagan tilingizni tanlaysiz va suhbat siz o'zingizni tanishtiruvingizdan boshlanadi va mavsumiy qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha bu ishlarni qayerdan topgansiz va kimdan xabar topgansiz va shu sohada birorta ish tajribangiz bormi deb rus yoki ingliz tilida suhbat bo'ladi. Mana shu suhbatdan o'tsangiz sizga ishga taklifnoma beriladi va borish va qaytish aviachiptasini sotib olasiz va Angliyada sizga mavsumiy 6 oylik ishchi vizasi beriladi. Hamma xarajatlar ichida Angliyaga yetib olguningizga qadar sizdan $1800-2000 atrofida xarajat ketadi. Hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, ana endi ikkinchi yo'nalish bu xususiy bandlik agentliklari tomonidan hujjat topshirishingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonda 25 ga yaqin xususiy bandlik agentliklari bor va mana shu xususiy bandlik agentliklarida ketish xarajatlari har xil. Bir-biriga raqobat bo'lganligi uchun, ya'ni $2000 dan $3000 gacha ketish xarajatiga rasxod qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bunda ham suhbat o'shanday davom etadi. Hujjat topshirishlari ham xuddi shunday, faqatgina firma to'lovi borligi uchun ketish xarajati qimmatroq. Ana endi sizga o'zingiz mustaqil ravishda 3-ketish yo'lini aytaman. Bu bizning migratsiya Alfa Telegram kanaliga obuna bo'lasiz. U yerda Angliya mavsumiy ishlari bo'yicha Angliya migratsiya sayt havolasi bor. U yerda Hops va boshqa firmalar tomonidan registratsiya qabul boshlanganligi haqida xabar beradi va siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish yoshingiz, ism, familiyangiz, qaysi mamlakat fuqarosiz, hozir qaysi davlatdasiz, ishlab turgan telefon raqamingiz, qaysi tilni bilasiz va Angliya mavsumiy ishidan xabaringiz bormi? Mana shularni belgilab ish beruvchiga siz ishga bormoqchi bo'lganligingizni yozib qoldirasiz. U yerda esa ish beruvchining o'zining WhatsApp, imo va Telegram
va elektron pochta manzillari bo'ladi. Mana shu manzilga xabar yo'llaysiz va siz bilan ish beruvchi o'rtasida suhbat belgilanadi. Mana shu suhbat ham xuddi o'shanday davom etadi. Suhbatdan o'tishingiz bilan sizga ishga taklifnoma beriladi. Xo'p, bu yerdagi oylik maoshlar sezonli mavsumiy ish bo'lgani uchun yozgi mavsumda deylik 1800 funt sterlingdan 2500 funt sterlinggacha topishingiz mumkin. Qishki mavsumda esa ishlar sal kamroq bo'lganligi uchun deylik 1500 funt sterlingdan 1800-2000 funt sterlinggacha pul ishlab topishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda ham shanba kuni tushlikkacha ishlanadi, yakshanba kuni dam olish kuni bo'ladi. Qo'shimcha ish soatlarida ishlayman deganlar uchun o'zingiz ish beruvchi bilan kelisha olsangiz qo'shimcha soatlarda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanaliga obuna bo'ling. Mana shu yerda Angliyadan boshqa mamlakatlar, deyarli dunyo bo'yicha 60 ta mamlakatdan ish vakansiyalari keladi va talablar har xil 50 yoshgacha rus, ingliz, nemis, koreys, yapon tillarini bilsangiz ham boshqa mamlakatlarga ishga jo'nab ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, to'liqligicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizni kuzatib boring va Migratsiya Alfa Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha salomat bo'ling.